Madhuri. Ha, Madhuri, kelin qani? Qizing kelin bo'ldi. Ertaga u turmushga chiqadi. Xo'sh, aytchim, to'yga risoladagidek tayyorgarlik ko'ribmizmi? Xijolatga qo'ymang bu. Farshad aka Go'rini xuddi o'z qizidek uzatyapti. Seriallardagidek ko'z yosh to'kishga hojat yo'q. Xursandchilik qil. Mana Akram aka, Veshaka kelinoyim qani? Raqsni tomosha qilishga va'da bergandilar. Bilaman. Unga qo'ng'iroq qilgandim, imo-ishora bilan javob qildi. Imo-ishora? Bugun u og'iz ochmaslikka ahd qilgan, kechki soat 9 gacha gapirmaydi. Manohar, omadi chopgan yigitsan-da. Kamdan kam xotinlar og'iz ochmaslikka ahd qiladi. Fursatdan foydalanib xursandchilik qil uka. Qani edi meni xotinim ham bir kunga gapirmasa. Shunaqami? Endi sizga ovozim ham yoqmay qopti-da. Chetu! Gapimni eshitsang-chi, Chetu! Gori qayerda qoldi? Kiyim almashtirish shunchalar qiyin bo'lib ketdimi? Ularni olib kelish uchun chanchalni yuborgandim. Undan ham darak yo'q. Xonim, Gori qochib ketdi. Nimalar deyapsan? Qandaydir yigit bilan qochib ketayotganini o'zim ko'rdim. Buni undan kutmagan edim. Goriga kimdir yordam bergani aniq. Musiqani to'xtating. UMS'dan Optima yangi tarif rejasi muloqotning yangi imkoniyatlarini ochadi. Sizga kerak bo'lgan hamma narsa bor. Bepul kiruvchi qo'ng'iroqlar, 250 daqiqa chiquvchi qo'ng'iroqlar va 100 megabayt internet trafigi har qanday holatda va har yerda. UMS'dan sifatli aloqa. Tezkor va ishonchli internetga ega bo'ling. Optima tarif rejasi muloqotingiz uchun optimal yechim. Trimol bosh og'rig'iga qarshi bir zumda ta'sir qiluvchi dori. Hayotingizning har bir kunini yanada yaxshilash uchun har bir oila, har bir xonadonni mobil aloqa bilan ta'minlaymiz. Muloqotdan zavqlaning. Yangi loyihalarimizning sababchisi aynan siz. Biz siz bilan birga har kun, har on hayotingizni yaxshilik sari o'zgartirib. Yusuf, hayotingizni yaxshilik sari o'zgartirib. Biz sizni boringizcha sevamiz, sodiq do'stlaringiz kabi. Ingliz choyi Ahmad, didingiz nozikligi. Bizning qaymoqli yozimiz, ona mehri bilan isitilgan. Nozik ta'mli yozimiz, bu sening va mening sirimiz. Bu ulkan baxtamidir, bolalarning ko'zida shodlik, hayotning nurli xoni. Shedra elliyati, haqiqiy bekalar siri. Ajoyib doktorskaya betakror to'g'ralgan vichina, hayratlanarli salami. An'anaviy Yevropa retseptlari bo'yicha faqat tabiiy mahsulotlardan tayyorlangan tegen go'shtli kolbasalarni hech narsa bilan adashtirib bo'lmaydi. Yangi ta'm, yorqin taassurotlar. Tegen. Sizlar uchun sifat. Faol hayot tarzining go'zalligini his eting. Uyqulik holatini keltirib chiqarmaydi. Uzoq muddat qabul qilish mumkin. Allergy. Allergiyasiz hayot go'zal. Coca-Cola bilan mazaliroq, rohatlan. Mizin, oshqozonga u bilan yaxshiroq.
Gorini qochishiga kim yordam berdi? Kim? Ko'ylagini xarob qilding. Kiyimni almashtirib kelamiz. Shani, Shu yerdaman. oxirgi marta uni sen bilan ko'rgan edim. Ha, kiyimini almashtirish uchun olib chiqqandi. Ha? Esimda. Hiyla ishlatdingmi? Buvingni chuv tushirmoqchi bo'ldingmi? Yo'q, bova. Gorini qochishiga yordam berdingmi? Rost gapir. Gapir. Ha, bova, men... Buvi. Men yordam berdim. Demak, ularga sen yordam bergansan. Ha, buvi. Shunaqami? Ular haqida oldindan bilarmiding? Ha, buvi. Qachondan beri? 1-2 yildan beri. Birmi yo ikkimi? Ikki yil. Bova, aslida men... Gapimni bo'lganlarni yomon ko'raman. Navbatingni kut. Xo'sh, hikoyangni davom ettir, Ranvir. Ular qanday qilib qochishdi? Orqa ayvondan qochishlariga yordam berdim. Shundaymi? Lekin kecha usta kelganida orqa ayvondagi quvurni singanini aytgandi. Pastki qavatda esa quvur yo'q. Aychi, ular ikkinchi qavatdan pastga qanday tushgan ekan? Voy xudoyim, ular yuqoridan sakrashdimi? Dahshat. Ikkinchi qavatdan sakrashgan bo'lsa, bechora qizim oyog'ini sindirib olgandir-a? Qanaqa xizmatkorsan? Bekang oyog'ini mayib qilsa-yu, sen tinchgina o'tiribsan. Yo, ularni qo'lingda ko'tarib tushirdingmi? Ranvir, shunday gapirginki, gaplaringga nafaqat men, boshqalar ham ishonishsin. Meni ahmoq qilmoqchimisan?
Bu soch keksalikdan emas, hayotiy tajribadan oqargan. O'g'lim, endi gapir. Kimni himoya qilyapsan? Kim uchun yolg'on gapirishga majbur bo'lyapsan? Hammasini bilaman. Bunda amakivachchalardan birini qo'li bor. Devash, senmi? Yo'q, buvijon. Sen bunday ishga qodir emassan. Eshani. Ularga sen yordam berdingmi? Buvi, men haligi Ularga men yordam berdim. O'rgan. Ibrat ol. Buni sadoqat deydilar. Do'sting aybingni o'z bo'yniga olyapti. Qoyil Ranvir. Qoyil. Ranvir Vaghela. Vafodorlik timsoli. Seni qanday qilib rost gapirtirishni bilaman. Gapir, Gori qayerda? Buvi. Hozir Harshat bo'lganida bu tomoshalar bo'lmasmidi deb o'ylayapsanmi? Yuraging achishyaptimi? Zarba o'g'lingga tushyapti, ammo seni vujuding og'riyapti, shundaymi? Bas, to'xtating kaltaklashni. Zo'ravonlikni xush ko'rmayman. Kinodagi mushtlashlarni ham ko'ra olmayman. Lekin o'g'ling savolimizga javob bermayapti. Balki sen ota sifatida undan haqiqatni bila olarsan. So'rab ko'rchi, senga aytar. Xo'p. Ranvir, o'g'lim. Go'rini qayerdaligini bilsang, buviga ayt. Rostini ayt. Ayt. Nega gapirmayapsan, Ranvir? Senga shunday tarbiya berganmidim, o'g'lim? Ranvir, bu uy otangning uyi emas. Xo'jayinning uyi, bolam. Nega tushunmaysan, o'g'lim? Ayt, Ranvir. Bu xonadonga kelganingda 9 yoshda eding. Eslaysanmi? Sen uchun baxt eshiklari ochilgandi. O'sha baxtni senga kim hadya qildi? Meni o'g'lim Harshat. Kiyish uchun kiyim, yeyish uchun non bergan, maktabda o'qitgan kim? Meni o'g'lim Harshat. Senchi? O'z burchingni unutding. Lekin xo'jayining qilgan yaxshiliklarini unutmaysan, shundaymi? Bu bilan hurmat qiladigan amakingning nomiga dog' tushadi. Agar Gori qaytmasa, o'g'lim odamlarni yuziga qanday qaraydi? Senchi amakingni ko'ziga qanday qaraysan? Shuning uchun o'tinib so'rayman. Gorini top va o'sha yigiti bilan birga qaytarib olib kel. Agar amakingni oz bo'lsa-da hurmat qilsang, uni topasan.
Vafodor it hech qachon egasiga xiyonat qilmaydi. Sen ham o'z sadoqatingni ko'rsat. Gorini qidirib top. To'yga tayyorgarlikni davom ettiraveraman. Ularni olib kelishga va'da berasanmi? Barakalla. Bor. Hammamiz baloga qoldik. Ha, bechora Go'ri opamga rahmim kelyapti. Sen ham shu ahvolga tushishing mumkin. Telefoningdagi suratlarni ko'rib qolsa bormi? Boplab adabiyni berishadi. Shuni unutma. Nima? Kimning surati? Men shunchaki ajoyib. Sirli oshiq. Ehtiyot bo'l, kichkintoy. Bechora Ruchika menga hammasini aytib berdi. Unga juda yoqar ekansan. Pratik. Rostdanmi? Ha. Lekin buvim rozi bo'lmaydi. Uni unut. Telefoningni berib tur. Raqamini o'chirish kerak. Yo'q aka, bersang-chi. Raqami turaversin. Pratik, irodang bo'sh. Oxirgi marta parhez tutganingda 1 kilogramm shokoladni yeb qo'ygansan. Bu gal ham shunday bo'lsa-chi? Telefoningda uni raqami bor. Qo'ng'iroq qilib gaplashging kelib qolsa-chi? Muhabbat haqida unut. Go'rini ko'rding-ku. Nima endi bu xonadonda hech kimni sevishga haqqi yo'qmi? Sevishimiz mumkin, faqat to'ydan keyin. Buvim bolaligingdayoq senga ham kelin tanlab qo'ygandir. Biror qishloqlik qiz bo'lsa kerak-da. Maktabda ham o'qimagan, lekin qo'li shirin, bazanda. Tinchlikmi, Devash aka? Nega bechorani masxara qilyapsiz? Disha, unga o'zing tushuntirib qo'y. Sevishga hali yoshlik qiladi. Baribir akasidan oldin uylana olmaydi. Pratik. Xafa bo'lma. Sen juda kelishgan, alp-qomat yigitsan. Lekin muhabbat sabab azob chekishingga yo'l qo'ya olmayman. Bu xonadonda muhabbatga ham, oshqlarga ham joy yo'q. Men unga uylanaman. Sevgim uchun kurashaman. Rostdanmi? So'z berasanmi? Unda aytganingdek qil. Buvimga borib, muhabbat g'olib, siz esa mag'lub bo'lasiz degin. Ha, buvimga siz nohaqsiz buva. Biz ham odammiz, bizda ham qalb bor deyman. Ha, qalbing va sevging hurmati shunday qil. Bor. Omad senga yor bo'lsin, uka. Buvimga Ruchikaga uylanmoqchiman deb aytgin. Bora qol. Opa, hammasi yaxshi bo'ladi. Iloji boricha tezroq turmush quring. Turmush qursangiz buvim hech nima qila olmaydilar. Dadam shu yerda bo'lganda yaxshi bo'lardi. Buvimga dadamdan boshqa hech kim bas kela olmaydi. O'zingizni ehtiyot qiling. Biror ilojini topaman. Ranvir Go'rini topishiga yo'l qo'ymayman. Nimalar qilib qo'ydim? Muhabbatim sabab o'z burchimga xiyonat qildim. Xo'jayin uyni menga topshirib ketganini unutibman. Esingni yig', Ranvir, o'zingni qo'lga ol. Go'rini topaman. Go'rini qidirishga ketyapsanmi? Qayerdaliklarni bilaman. Senga yo'l ko'rsataman. Qo'lingga nima bo'ldi? Qanday bo'lmasin, ertaga tonggacha Go'rini topishim shart. Qanday bo'lmasin, Ranvirni chalg'itishim kerak. Qayerga yuray? O'ngami, chapgami? O'ngga.
Endi qayerga? Chepga. Mashina haydashni bilmaysanmi? To'g'ri haydasang-chi. Aqldan ozdingmi? Nega kulyapsan? Meni Gorini qidirishga ketyapti deb o'yladingmi? Haliyam tushunmadingmi? Uydan uzoqroq bo'lishing uchun men bilan borishingga rozi bo'ldim. Bu uyning odamlari esa Gorini izlashga ketib bo'lishdi. Sen meni chalg'itishga urinyapsan. Gori qayerdaligini bilaman deb yolg'on gapirding. Nima buving Gorini tinch qo'yadi deb o'ylayapsanmi? Gori hozir uyda o'tirgandir. Ha? Nima? Ularni topishdimi? Shundaymi? Qachon yetib kelishadi? Allo, 504-xonani ulab bering. Tezroq. Alo? Allo. Ishani? Allo, Gori. Allo. Mehmonxona xizmati. Nima qilganing? Telefonimni ber. Ushla telefoningni. Sen hech kimni sevmagansan, to'g'rimi? Muhabbat nimaligini ham bilmaysan. Shuning uchun shunday qilyapsan. Dadamga juda sadoqatlisan. Lekin sevgida ham sadoqat bo'ladi, Ranvir. Buni sen tushunarmiding? Ishani, borib mashinaga o'tir. Ketamiz. Tezroq. Ishani, mashinaga chiq. Ranvir, iltimos, Gori qayerdaligini hech kimga aytma. Bunga qanday hadding sig'di, Ranvir? Hammasini bunga aytdingmi? Nahotki muhabbatni qadri bo'lmasa? Toshbag'ir ekansan. Muammoing nimada bilasanmi? Aldashni bilmaysan. Mashinaga o'tirayotganingda Gorini topishga yordam beraman deganding. Lekin chehrangda buning butkul aksi namoyon edi. Seni bolaligingdan bilaman. Meni hech qachon aldamagansan. Qachon xafa, qachon xursand ekaningni ham bilaman. Meni aldamoqchi bo'ldingmi? Meni juda yaxshi bilib olibsan. Ammo men seni butkul bilmas ekanman. Menga xiyonat qilding. Agar dadam shu yerda bo'lganida bunday bo'lmasdi. Amakim topshirgan vazifani bajaryapman. Ha, bilaman. Dadamga vafodorsan. Lekin Gori uyga qaytgach, buvim uni qayqo'yga solish haqida o'yladingmi? Bir chetda kuzatib turaverasan. Chunki senga bu tuyg'ular begona, Ranvir. Sen ham bir kun sevib qolarsan. O'shanda bu haqdagi fikringni albatta so'rayman. Hozir ko'zingga dadamga bo'lgan sadoqatingdan o'zga narsa ko'rinmayapti. O'shanda nima to'g'ri yu nima xato ekanini so'rayman. Muhabbat shunday tuyg'uki, u qalblarni asir etadi. Labbay buva. Ranvir, qo'lingda soating bormi? Yo soat necha bo'lganini eslatib qo'ying. Hammasi esimda buva. Hozir yetib boraman.
tushundingmi? Ha, xonim. Oshpaz, labbay. qanday taomlar pishirish kerakligi esingdami? Oshpaz, taom o'z-o'zidan tayyor bo'lmaydi. Bor. Janchal, Labbay. oshpazni maoshidan 300 olib qol. 300? Ha? Nega hayron bo'lyapsan? 300 biz uchun hech nima emas, ammo uning uchun juda katta pul. Yangi pishirilgan taomlar xonadon sohiblari uchun, xizmatkorlarga qolgan ovqat ham bo'laveradi. Xo'p, bo'ladi. Buvimni ayni damda bezovta qilmaganim yaxshi. Ha, mayli. Raqamlarni o'chirib tashlayman. Bo'pti, aytaman. Bor. Salomat bo'ling, buvijon. Og'zingga talqon solib olganmisan? Nega gapirmayapsan? Buvi, Goriga nisbatan adolatsizlik qilyapsiz. Bechorani yaxshi ko'rishga haqqi yo'qmi? Bizni ham shunday qiynaysizmi? Men siz tanlagan qizga uylanmayman. O'zim sevgan qiz bilan turmush quraman. Ruchikaga uylanaman. Pratik, qachongacha haykalday turasan? Gapirsang-chi. Buvi, kecha bo'lib o'tgan ishlar yaxshi bo'lmadi. Aytmoqchimanki, Gori opam bunday qilmasligi kerak edi. Yaxshi ko'rib nima qilardi? To'y qilsak bo'ldi-da. To'g'rimi, buvi? Shuni aytmoqchi edim. Men bora qolay. Unday qilmang. Surat qayerda? Yo'q, muhabbatga qodir emassan. Lekin men Disha. Divosh. Ha, buvi. O'zimni nevaraginam. Senga kumush sirg'am yoqadi, ha? Jiddayam yoqadi, buvi. Yoqadimi? Unda ola qol. Buvijon. Biram chiroyliki. Rosa havasim kelardi. Disha, Goriga kim yordam berganini bilasan, ha? Ha, buvi, ishongi. Endi nima qilamiz, Gori? Buvim hammasini biladi. Birga bo'lishimizga hech qachon rozi bo'lmaydi. Hayotimizni zaharga aylantiradi. Nima qilamiz? Birorta ham najot yo'lini ko'rmayapman. O'lamiz. Pranav, birga yasholmaymiz. Lekin bu hayotni birga tark etishimiz mumkin. To'g'rimi? Gori! Ranvir Gori qayerda? Ularni olib ketishibdi. Niyatingga yetdingmi? Toshbag'ir ekansan. Ishani, buvimga hech nima demadim. Qachongacha yolg'on gapirasan, Ranvir? Ko'z o'ngimda buvimga qo'ng'iroq qilding. Hammasi esimda, buvi, demadingmi? Ha, lekin yolg'onchi ekansan. Sotqinsan. Nima? Burchingga sadoqatdan boshqa narsani ko'rmaysan. Na do'stlik, na muhabbat. Sen do'st bo'lishga ham, kimnidir sevishga ham qodir emassan. Gori, opamni buvimga tutib berganing uchun seni aslo kechirmayman. Buvim ularni omon qo'ymasligi aniq. Shoshma, Ishani. Pranav!
qo'yib yuboring uni. Gori! Ey! Qo'lingni tekkizma. U iffatli qiz. Uyalmaysanmi? Ertaga to'ying ekanini unutdingmi? U bilan o'rtangizda nima bor? Kim u yigit? Pranav. Men uni sevaman. Ramilga ko'nglim yo'q. Hayotimni sevmagan kishi bilan o'tkazishni istamayman. O'zing o'chir. Madhuri. Bu muammoni menga qo'yib ber. Bu xonadon bekasi menman. Sevaman degin. Bir-biringiz uchun jon berishga tayyormisiz? Chanchal, yoqilg'i va gugurt olib kel. So'nggi tilaklarini amalga oshiramiz. Bora qol. Nima qilyapsiz? Hali yosh, xato qilishgan. Qizing endi yosh qizaloq emas. U ulg'aydi. Mustaqil qaror qabul qilyapti. Biz ham qaroriga qarshilik qilmaymiz. Mana, yoqilg'i va gugurt. Oyi, tushuntiring. Buva, uni aybi yo'q. Hammasiga o'zim aybdorman. Meni jazolang. Uni emas, bu iltimos. O'g'lim, seni o'ldirishga qo'lim bormaydi. Muhabbating sinovdan o'tarmikin? Qani bir ko'raylik-chi. Bu senga sovg'a. Iltimos, kerak emas. Uni qo'yib yuboring. Buvijon. Uni qo'yib yuboray. Lekin uni ushlab turganim yo'q. U sen uchun jon berishga tayyor ekan. Ramilga turmushga chiqsang, uni hayotini saqlab qolaman. Gori, nega yig'layapsan? Sen uchun o'lishga tayyorman. Ular o'limimni xohlashyaptimi? Tiriklarim yonib kulib bo'lishimni ko'rmoqchimisiz? To'xta! Yo'q. Uyda nimalar bo'lyapti? Ona. Nimalar bo'lyapti? Ranvir qo'ng'iroq qilib hammasini aytib berdi. Ranvir buvimga emas, dadamga qo'ng'iroq qilgan ekanda. Uni bekor ayblabman. Ona, men hech qachon gapingizga qarshi chiqmagandim. Siz nafaqat mening onam, balki shu uyning kattasi hamsiz. Bilaman, yolg'iz o'zingiz 5 bolani tarbiyalab voyaga yetkazdingiz. Ammo yoshlar bir-birini sevadi. Men farzandlarimga dunyoda muhabbatdan ulug'roq tuyg'u yo'q deb o'rgatganman. Sevgi hayotga quvonch bag'ishlaydi. Siz esa muhabbatlari uchun ularni jazolayapsizmi? Yo'q, ona. Farzandlarimizni qalb tuyg'ulardan benasib etolmaymiz. Iltimos, ona. Yoshlarga baxt tilang. Oila qurishsin. Kuyov tomon bilan o'zim gaplashaman. Bog'langan rishtalarni uzamiz. Biz uchun Gorining baxti hammasidan muhimroq. Iltimos, ona. Rozi bo'ling. Yo'q. Men Pranavga turmushga chiqmayman. Nimalar deyapsan? Men charchadim, Pranav. Shu muhabbat uchun kurashaverib, qochaverib holdan toydim.
Biz baribir baxtli bo'la olmaymiz. Ahvolingizga qarang. Ustingizdan kerosin qo'shdi. Men uchun joningizni bermoqchisiz. Shumi bizning muhabbat? Hayotimiz shunday o'tadimi? Bu to'g'ri aytgan ekansiz. Siz tanlagan kuyovga tegishga roziman. Gori, men shu yerdaman. Tog'ajon, Pranav bilan turmush qurdik ham deylik. Lekin keyin qanday yashaymiz? Bir umr qochib yura olmaymiz axir. Rostini aytsam, taqdirimga tan berib, buvim tanlagan yigitga turmushga chiqishga rozi bo'lgan edim. Lekin kutilmaganda Pranavni ko'rib fikrimdan qaytdim. Ortiq qochishni istamayman. Baxtli hayot kechirishni istasam, bu uydan buvimni oq fotihasini olib chiqishim zarur. Sizga turmushga chiqsam nimaga erishaman? Bir umr yaqinlarimdan qochib yurishimga to'g'ri keladi. Kimdandir qochishni, qo'rqib yashashni istamayman. Keting bu yerdan. Buvim aytdi, tezroq pastga tushayotgansiz. Siz ham yuring. Kuyovni akar kelyapti. Ketyapsanmi, Ishani? Tayyorlanishimga yordamlashmaysanmi? Nega unday qildingiz? Pranavni sevmayman deb nega yolg'on gapirdingiz? Meni ham boshqalardek bunga ishondi deb o'ylayapsizmi? Kurash uchun sizga jasurlik yetishmadi. Shuning uchun bu yerda o'tiribsiz. Uydan qochib ketgandingiz-ku axir. Nega taslim bo'ldingiz? Nega kurashmadingiz? Savollarimga javobingiz yo'q, shundaymi? Sen hali hech kimni sevib qolmagansan-da. O'shanga shunday deyapsan, Ishani. Men Pranavni jonimdan ortiq ko'raman. U men uchun jon berishga ham tayyor edi. Seningcha Pranavga turmushga chiqqanimda buvim bizni omon qo'yarmidi? Uni bilasan-ku, qayerda bo'lsak ham topib o'ch olardi. Pranavni ishidan bo'shattirardi. Bizni baxtsiz qilmaguncha tinchimasdi. Biz-ku bir amallardik, ammo oyimchi. Oyimni himoyachisi ham yo'q. Dadamning vafotidan so'ng yolg'izlanib qoldi. Dadamning yaqinlari bizni uydan haydashdi. Buvim esa erta-kech o'z tanalari bilan oyimni holi joniga qo'ymaydi. Meni deb oyim bechora azob chekardi. Bunga bardoshim yetmasdi. Opa, men va dadam sizga yordam berardik. Qachongacha, Ishani? Bugun nimalar bo'lganini ko'rding-ku. Buvimdan qachongacha qochib yuraman? Hammani yonida bizni sharmanda qildi. Sevishganlarning ahvoli shunaqa bo'ladi deb suyunib o'tirdi. Men sevaman, Ishani. Muhabbat nimaligini ham bilaman. Muhabbat bu sevgan kishini baxtli ko'rish va uning uchun o'zingni qurbon qilish demakdir. Pranavni sevganim uchun ham shunday qildim. Muhabbat ana shu, Ishani. Pranav bilan turmush qurganimda u bilan qanday yashardik? Hammadan qochib, berkinib, uysiz, ishsiz. Bu qanday hayot bo'lardi? Uni ozod qilishga qaror qildim. Bugun mendan nafratlanadi, ertaga ko'nikib ketadi. Keyin esa hayotida boshqa bir qiz paydo bo'ladi va uni baxtli qiladi. Bu ixtiyori bilan turmushga chiqib, Pranavning hayotini saqlab qoldim, Ishani. Sen Gori aqldan ozgan bo'lsa kerak deb o'ylayotgandirsan.
ichingizda shuncha dard bormidi? Opa, Gori. Buvim chaqiryapti. Yuringlar. gapimizni eshitdingmi? To'g'ri aytgan ekansan. Gori hammadan ham a'lo. Ajoyib qiz. Mizin oshqozonga u bilan yaxshiroq. Shvetsiyada nonushta. Naturli. Mazali shvetskaya saryog'i endi O'zbekistonda ham yeyiladi va seviladi. Chevrolet tanlovida ishtirok eting. Arizangizni 30-aprelgacha pochta yoki chevrolet.uz rasmiy sayti orqali yuboring. Osh bo'lsin ko'rsatuv orqali tanlang. Batafsil ma'lumot 140 05 69 telefon raqami orqali. Shokoladmi? Unda faqat Stella. Bolnol Relax Gel bo'g'im va mushaklardagi og'riq va shishni kamaytiradi. Shuningdek, revmatizmda ham. Bolnol Relax Gel. Bugun men muhabbatning boshqa bir ko'rinishiga guvoh bo'ldim. Joningdan ortiq ko'rgan insoningni baxtini o'ylab, undan voz kechasan. Uning uchun hayotingni qurbon qilasan. Haqiqiy muhabbat ana shu bo'lsa kerak. Madhuri. Labbay ona. Kuyov navkarlar kelishdi. Kuyovingni darvoza yonida kuttirib qo'yasanmi? Qaynona bo'lding, burnidan chimchilab, kuyovingni qarshi olmaysanmi? Baxtli bo'linglar, yomon ko'zdan asrasin. Sozni jonliroq chaling. Salom Ishani. Qalaysan? Yaxshi, o'zingchi? Yaxshi. Kollejdan keyin ko'rinmay qolding. Indinga Chiragning ziyofatiga kelasanmi? Eshitilmayapti. Chirag mehda. Nimalar deyapsan? Chirag kelyaptimi? Ha? Ziyofat qachon? Indinga. Afsus. Hammangiz borasizmi? Ha? Mazza qilarkansizda. Biz ham boraylik. Pratik.
Taklifnomamiz yo'qda. Ziyofatlarni xush ko'rmayman. Taklif qilinmagan joyga bormayman. Uzr. Chirakni ziyofat haqida gaplashyapsizmi? Zo'r. Dugonalarim faqat u haqida gapirishadi. Aytchi, uchindan ham juda kelishgan yigit. Ha, qizlar shunday deb hisoblashadi. Qizlar bechorani sira tinch qo'yishmaydi. Qizlarni qo'yatur. Chirak bilan uchrashishim kerak. Bir ko'rishdayoq yoqtirib qolasan. Shu ham sevgi bo'pti-yu. Sevish qanchalar mushkul ekanini qayerdan ham bilarding? Unutish esa undan ham og'irroq. Liderline bu Italiya texnologiyasi va Italiya uskunalarida yasalgan alyumin va bimetall isitish radiatorlaridir. Alyumin yuqori issiqlik o'tkazish xususiyatiga ega. Po'lat qoplamasi radiatorlarni pH yuqori bo'lgan suvning agressiv ta'siridan himoya qiladi. Suv miqdori kam bo'lganda ham radiatorlar tez isiydi. Eksklyuziv dizayn va ideal tashqi silliqlik markaziy isitish tizimiga